Assalomu alaykum. Bu 24-iyundagi O'zbek tili kundaligim. Men buni hozir 25-iyunda tungi soat 4:30da yozib, ChatGPT bilan tekshirgandan keyin hozir kunduzgi soat 12:45 atrofida buni gapiryapman. Men hozir Janubiy Koreya va Janubiy Afrika orasidagi o'yinni hammasi tomosha qilib, bu kundalikni gapiryapman. Men hozir o'yinni tomosha qildim. Juda afsuski edi. Janubiy Koreya Janubiy Afrikadan o'tkazib yubordi. Bu haqida ertasi kunidagi kundalikda yozmoqchiman, chunki bu esa bugun, ya'ni 25-iyundagi narsa ekan. Bugun ishlayotganimda O'zbekiston va Portugaliya o'rtasidagi o'yinni tomosha qildim. Portugaliya terma jamoasida Ronaldo bor. U dunyodagi eng kuchli futbolchilardan biri. Lekin u ancha yoshi katta bo'lishiga qaramay, hali ham juda hujumkor va jamoasi uchun fidoyisiz bilan o'ynaydi. Shunga qaramay, ular o'tgan o'yinda ular o'tgan o'yinda Kongo bilan durang o'ynagan edi. Shu sababli men O'zbekiston ham Portugaliya bilan durang o'ynashi mumkin deb o'yladim. Lekin o'yin boshlanganidan keyin bu umidim tezda yo'qoldi. Oradan bir necha daqiqa o'tmay Portugaliya gol urdi. O'zbekiston avvalgi o'yindagidek himoyaviy o'ynadi. Ammo Portugaliya himoyani juda oson yorib o'tdi. Husanovdan tashqari deyarli barcha futbolchilar juda sust o'ynadi. Natijada Portugaliya har tomonlama ustun edi. O'zbekiston futbolchilarining mahorat va ayniqsa tajribasi Portugaliyaliklarnikidan pastroq bo'lgani sababli ular Portugaliya hujumlarini to'xtata olmadilar. Fayzullayev ham to'pni olib oldinga yugurganida juda sust harakat qildi. Shu sababli O'zbekiston birorta ham gol ura olmadi. O'zbekiston natijada 5-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Bu juda yomon, juda afsuski edi, chunki aslida Portugaliyaga yutqazishi imkoniyati juda yuqori edi. Lekin shunday 5-0 hisobida mag'lub bo'lish bu juda yomon. Chunki shu sababli O'zbekiston hozir -7 ball olib yubordi ekan. Shunday holatda keyingi o'yin Kongo Demokratik Respublikasi orasidagi o'yinda g'alaba qozongan bo'lsa ham golni juda kam olgani sababli boshqa guruhlardan kamroq joylashi mumkin. Bugungi o'yin universitet talabalari bilan boshlang'ich maktab o'quvchilari o'rtasidagi o'yinga o'xshab ketdi, menimcha. Xuddi shu kuni Kongo ham Kolumbiyaga yutqazdi. Shu sababli keyingi o'yinda ular Kongoni albatta mag'lub etishlari kerak. Agar durang o'ynasa yoki yutqazsa, guruhda oxirgi o'ringa tushib, final bosqichga chiqa olmaydi. Ammo Portugaliyadan 5 gol farqi bilan yutqazgani sababli, hatto Kongoni yutsa ham 3-o'rindagi jamoalar orasida keyingi bosqichga chiqa olmasligini bilmayman. Aslida men bu kundalikni yozgandan keyin bu imkon haqida men ChatGPT bilan tekshirdim.
콩고 bilan 5-0 hisobida yiqilsa, yutqazsa va boshqa yoki va boshqa jamoalardagi 30-darajadagi yo'q, boshqa guruhdagi 30-darajadagi jamoalar hammasi yiqilsa juda kam ikonida O'zbekiston ulardan 8-daraja, 7-darajaga chiqib final bosqichga chiqa oladi. Lekin bu juda qiyin. Portugaliyadan juda kam hisobida yiqilsa, shunday yiqilsa imkoniyati ozgina ko'proq bo'lishi mumkin edi, lekin 5-0 hisobda. Juda yomon. Ertaga nonushta vaqtida soat 10 da Janubiy Afrika bilan o'ynaydi. Men buni hozir hammasi tomosha qilgandan keyin buni gapiryapman. Xuddi shu vaqtda Chexiya ham Meksika bilan o'ynaydi. Agar Chexiya Meksikani mag'lub etsa, biz esa Janubiy Koreyaga yutqazsak, guruhda oxirgi o'ringa tushib qolamiz va final bosqichga chiqa olmaymiz. Shuning uchun hech bo'lmasa durang o'ynashimiz kerak, lekin yutqazdik. Bu juda yomon. Kecha ishga piyoda ketayotganimda Kakao Talk orqali do'stimdan xabar keldi. U imkonim bo'lsa ertaga uchrashishni taklif qildi. Men rozi bo'ldim va yaxshi deb gapirdim, mesej berdim. Ish tugagandan keyin faqat 1 soat dam olib, soat 10 da u bilan uchrashish uchun uydan chiqdim. Uchrashuv vaqti soat 12 edi. Uyimdan uchrashuv joyi Choson universitetigacha piyoda ketsa taxminan 1,5 soat yurishi kerak. Avtobusda ham bo'lishi mumkin edi, lekin men parhez uchun piyoda bordim. Biz yaqinidagi restoranda konguksuni yedik. U esa men kecha aytgan taom tonkasini yedi va men esa konguksuni yedim va uzoq suhbatlashdik. U kelas oy, ya'ni iyulda 13-iyulda Mozambikka qo'ng'ili xizmati uchun ketadi. U juda dindor nasroniy. Shu sababli u Cherkovdagilar bilan birga ilgari ham Indoneziya va Rossiyaga xizmat safarlariga borgan edi. Men uni tabrikladim. Bunday imkoniyat juda kam uchraydi va juda qimmatli tajriba bo'ladi. Shunday tajriba juda yaxshi ekan. Biz tushlik qildik. U esa menda bu kechki ovqat, lekin unga ko'ra bu tushlik edi, ammo menga ko'ra bu kechki ovqat edi. Chunki u bilan suhbatlashgandan keyin uyga qaytgach dam olib yana ishga ketishim kerak edi. Juda charchaganim sababli uyga avtobusda qaytdim. Aslida Choson universitetidan uyimgacha avtobusda bir marta almashtirib borishi kerak edi. Janubiy Koreyada jamoat transportdagi bepul almashtirish tizimi juda yaxshi. Masalan, avtobusdan metrogacha, metrodan avtobusgacha yoki metrodan metrogacha, avtobusdan avtobusgacha, avtobusdan boshqa avtobusgacha almashtirganda bepul chiqishi mumkin. Avtobusdan tushganingizdan keyin taxminan 30 daqiqa ichida boshqa avtobus yoki metroga o'tsa, qo'shimcha haq to'lamaydi. Buning uchun avtobusdan tushishdan oldin
eshikning yonidagi transport kartasini terminalga tekkizish kerak. Lekin men anchadan beri avtobusni almashtirmaganim sababli buni unutdim qo'ydim. Men aslida 5 oy davomida shunday almashtirish xizmatini foydalanmaganman. Shu sababli buni unutib, men terminalga kartasini tekkizmay tushdim. Shu sababli ikkinchi avtobusga chiqqanimda yana yo'l haqini to'lashga majbur bo'ldim. Bu juda afsuski bo'ldi. Men faqat 1251 avtobusda to'lashim kerak edi. Lekin shunday tushishdan oldin buni tekkizmaganim sababli men bugun avtobusda 2500 ta won sarflashim kerak edi. Sarflagandim. Bu juda afsusli bo'ldi. Uyga soat 3larda qaytdim. Dush qabul qilganimdan keyin soat 4:30da uxladim va soat 8:30da uyg'ondim. Faqat 4 soat uxlaganim sababli hozir bu kundalikni yozib, bu gapirayotganimda juda charchaganman, chunki hozir soat 1 ekan. Lekin ish tugagandan keyin ham jahon chempionatidagi Janubiy Koreya o'yinini tomosha qilishim kerak. Shuning uchun 2 ta energetik ichimlikni ichdim. Bugun futbol tomosha qilganim va do'stim bilan uchrashganim sababli uncha yaxshi o'qiy olmadim. Juma kuni ham boshqa do'stim bilan bugun uchrashgan do'stim bilan firqil bor. U bilan uchrashishni rejalashtiryapmiz. Shanba va yakshanba kunlari esa CRN musobaqasining final bosqichi boshlanadi. Shu sababli yaqin kunlarda o'qishga ajratadigan vaqtim juda kam bo'ladi. Logistika mutaxassisligi imtihonigacha endi 1 oy qoldi. Shuning uchun yanada ko'proq harakat qilishim kerak. Hozircha o'zbek tili va ingliz tilini odatdagidan biroz kamroq o'rganib, logistika mutaxassisligi sertifikati uchun ko'proq tayyorlanmoqchiman. Men buni YouTube'da yuklagandan keyin soat 1da uxlab, soat 7:30da uyg'onmoqchiman. Uyg'onganda 1 soat atrofida men yana logistika mutaxassisligi imtihoniga tayyorlanib, ishga ketmoqchiman. Rahmat.